birinchi vaziyat. Aytgan vaqtingiz. To'g'ri chiziq va aylana umuman bir-biriga Kesishmaydi. Ikkinchi vaziyat. Ayt Nursulton. To'g'ri chiziq va aylana urinib ketsa, endi bitta nuqtada kesib. Bitta umumiy nuqtaga ega bo'lsa yoki ikkita umumiy nuqtaga ega bo'lsa. Bitta umumiy nuqtaga ega bo'lsa nima deb nom berdik unga biz? Urinma. Ikkita umumiy nuqtaga ega bo'lsa unga kesib deb nom berdik. Undan keyin ikkita aylananing o'zaro joylashuvi va markaziy burchakni o'tdik. Hozir ta'rif berdi. Markaziy burchak uchi aylana markazida bo'lgan burchakka markaziy burchak deb aytiladi. Markaziy burchakning gradus o'lchovi o'zi tiralgan yoyning gradus o'lchoviga teng degan edik. Bugun siz bilan aylanaga ichki chizilgan burchak mavzusini boshlaymiz o'quvchilar. Diqqat qilamiz. Uchi aylananing ustida yotgan tomonlari aylanani kesib o'tuvchi nurlardan tashkil topgan burchakka aylanaga ichki chizilgan burchak deyiladi. Mana qarang o'quvchilar. B nuqta, ya'ni aylananing ustida yotibdi, burchagimizning B uchi. Tushundingiz-a? Va burchakning tomonlari aylanani kesib o'tyapti. Natijada to'la aylanamiz yoylarga ajralyapti. Qarang, mana AC yoy, BC yoy va AB yoylarga bo'lyapti, to'g'rimi? Endi shunda hozir ABC burchagimizni ichki sohasida joylashgan yoy qanday nomlanadi o'quvchilar? A, E, C yoy. Shunda ABC yoy ANC yoyga tiralgan deb yuritiladi.